Bularning barchasi xalqimizning hayotini yaxshilashga qaratilgan. Davlatimiz rahbari siyosatining bosh maqsadi ham shu. Odamlar hech narsada qiynalmasin, hech narsaga zoriqmasin deydi O'zbekiston yetakchisi. Masalan, aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasi har doim prezident e'tiborida. Bugun yurtimizning qaysi hududiga bormang, qaysi qishloq yoki mahallasiga qadam ranjida qilmang, bu yo'nalishda katta harakatlar ketayotganiga guvoh bo'lasiz. E'tibor bering, 3 ta viloyatdagi suv ta'minoti, ya'ni 3 ta hududdagi suv ta'minoti 90% dan, 5 tasida 80% dan, yana 4 tasida 70% dan oshgan. Holbuki 10 yil avval ham ob-hayot masalasi juda og'ir edi. Vaziyat shu darajada ediki, ichimlik suvi olis hududlar uchun ushalmas orzudek edi. Birgina qiyos, o'sha kezlarda bir yilda 35 ming aholini ob-hayot bilan ta'minlash katta natija hisoblangan bo'lsa, 35 ming. 2017-yildan tarmoqda mutlaqo yangi davr boshlandi. Hozir har yili o'rtacha 1 million inson ichimlik suvidan ilk bor bahramand bo'lyapti. Tasavvur qilyapsizmi o'rtadagi tafovutni? Ya'ni millionlab insonlar davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan xalqchil siyosatni o'zida his qilyapti. Va shunday xayrli ishlar natijasida 30, 40, 50 yillab tasavvur qilyapsizmi? Yarim asrlab ichimlik suvi nimaligini bilmay kelayotgan hududlarga obi hayot kirib boryapti. 2016-yilgacha butun respublikaga ajratilgan mablag' bugungi kunda bitta hududga berilyapti. Birgina misol, Sirdaryo viloyatiga 2016-yil va undan oldingi yillarda ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash uchun o'rtacha 200 million so'm mablag' ajratilgan. Tasavvur qiling, bitta viloyatda o'rtacha 10 dan ziyod hudud bo'ladigan bo'lsa, ularning har biriga qanchadan tushadi o'zi bu mablag'? Hozir o'sha viloyatga, ya'ni Sirdaryoga 200 milliard so'm taqdim etildi. Farqni ko'ryapsizmi? Mana davlat rahbarining e'tibori, xalqimizga mehri. Bir so'z bilan O'zbekiston yetakchisining xalq roziligiga qaratilgan tashabbuslar tufayli bugun aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha rekord darajadagi natijalarga erishilyapti. Hamkasblarim yurtdoshlarimizning xursandchiligiga sherik bo'ldi. E'tibor, tinimsiz mehnat va natija. 8 yilda qariyb 8 million aholi ichimlik suvi bilan ta'minlandi. 35 yilda ilk bor ichimlik suvi kirib bordi. Xalqqa suv ulashish bu nihoyatda soha ish. Asriy orzular ro'yobi. Surxondaryoliklarning 100 yillik orzusi ro'yobga chiqdi. Bizim mahallaga suv kelib, asfalt bo'lganiga hayron qoladigan qoldi. Bu tushga o'xshab qoldi. Xalqchil tashabbus. Davlat rahbari barcha uchun imkoniyatlar yaratish yo'lida resurslar, o'z yordami va qarashlarini safarbar etmoqda. Ishonch bo'lmagan joyga investor kirmaydi. U kishini so'zlariga ishonganligi uchun investorlar kirib kelyapti. Rekord natija. 2025-yil 715 ming nafar aholiga ilk bor ichimlik suvi kirib boradi. O'tgan 8 yilda aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlashga jami 27,5 trillion so'm mablag' ajratildi. Ha, qisqa vaqt ichida shuncha katta mablag'. Bu davlat rahbarining birgina sohaga e'tibori natijasi. Buning hisobiga hududlarda 3657 ta inshoot va 40,6 ming kilometr tarmoq tortildi. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Oldin sohaga e'tibor qanday edi? Men shu sohada 1979-yildan beri xizmat qilaman. Deyarli 50 yildan beri. Buni taqqoslaydigan bo'lsak, albatta osmon bilan yercha farq bor. Markazlashgan ichimlik ta'minoti bilan aholi deyarli yarmidan ko'pi ta'minlanmagan edi-da. Mana prezidentimizning tashabbusi bilan 27,5 trillion mablag'lar ajratildi. Bunda katta mablag'ni ajratish o'zi ham bir jasorat. To'g'risini aytsam, uzoq yillar sohamizga e'tibor qaratilmaganligi uchun sobiq Sovet ittifoqidan qolgan inshootlar bilan ishlaganmiz. E'tibor bo'lmasa qanchalik darajada orqada soha qolib ketganligini ko'rib turibmiz. Mana endi hurmatli yurtboshimizni, mana bizning sohamizga qilgan e'tiborlarini qanchalik darajada men sizga raqamlarda aytib o'taman. Sirdaryo viloyatiga 2015-yil, 16-yilda aytaylik, ichimlik suv uchun ajratilgan mablag' o'sha payt 180 yo 220 million bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda faqat respublika byudjetining o'zidan 200 milliard pul ajratildi.
yoki bo'lmasa xalqaro moliya institutlaridan, ya'ni Jahon banki bilan ishlayotgan yo'nalishimizning o'zida bu yil hozirgacha 4 million dollar o'zlashtirgan bo'lsak, yil yakunigacha umumiy 7,5 million dollar o'zlashtiriladi. Ana endi 2015-yildagi e'tibor bilan 2025-yildagi e'tiborni ko'ryapsizmi? Foizlarda emas, karralarda oshib chiqyapti. Hurmatli yurtboshimizning bizni sohamizga qaratgan e'tiborlari sohada umuman xalqimizda shu ichimlik suv va oqova suvdan muammo bo'lmasligi uchun 16-yilda oxiri bilan 61% aholi markazlashgan ichimlik suv bilan respublikada ta'minlangan bo'lsa, bugungi kunda mana 1-oktyabr 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich 82% ga chiqdi. Agarda mazkur bizning sohamizga hurmatli yurtboshimizning e'tibori bo'lmaganda yoki bo'lmasa biz sohamiz shunday ketgan summalarim darajasida mablag' ajratib kelganda bugungi ahvolimiz bilasizmi? Nima bo'lardi? Men masalan tasavvur qila olmayman. O'z navbatida mamlakatimizda ushbu sohada amalga oshirilayotgan ishlarni xorijiy ekspertlar ham e'tirof etyapti. So I grew up having to fetch water every day for my family before I went to school. Men maktabga borishdan oldin har kuni oilam uchun suv tashib katta bo'lganman. Shu sababli muhandislik, xususan suv muhandisligi sohasini tanlaganimda o'z tajriba va bilimlarimdan foydalanib, dunyodagi har bir qizning suv va sanitariya xizmatlaridan foydalanishini ta'minlashni maqsad qilganman. Tez sur'atlar bilan o'sib, rivojlanib borayotgan mamlakat O'zbekistonga kelganimda esa davlatning suv ta'minotiga qaratayotgan e'tibori va har bir fuqaroni suv bilan ta'minlash bo'yicha prezidentning aniq qarashlari meni juda ruhlantirdi. Shunday ekan, bu men uchun bolalikdagi orzuyimni, har bir insonni, ayniqsa menga o'xshab oilasini suv bilan ta'minlash uchun har kuni, ba'zan tong qorong'isida ko'chaga chiqishga majbur bo'lgan qizlarni suv bilan ta'minlash istagimni amalga oshirish uchun ajoyib imkoniyat. The country is at a unique moment in history where you actually have very clear leadership from President Shavkat Mirziyoyev, who has been putting resources. Ayni paytda mamlakat tarixan noyob bir pallani boshdan kechirmoqda. Unda prezident Shavkat Mirziyoyevning aniq yetakchiligi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Davlat rahbari barcha uchun imkoniyatlar yaratish yo'lida resurslar, o'z yordami va qarashlarini safarbar etmoqda. Prezidentimiz joriy yilning 17-mart kuni ichimlik suvi va issiqlik ta'minoti, mahallalar obodligi va qishloq xo'jaligi bilan bog'liq masalalar bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Yana bir bor aholini ichimlik suvi bilan uzluksiz ta'minlashga alohida urg'u berildi. Mart oyida o'tkazilgan yig'ilishlarda bu yil yakuni bilan 715 ming aholini ilk bor markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash oldimizga topshiriq qilib qo'yilgan. Hozir endi sifat va hisob-kitob va uni aniqlash uchun suv o'lchagich uskunalar o'rnatish. Hozir mazkur yo'nalish bo'yicha mana shu yilda o'zida 51 milliard respublika davlat byudjetidan mablag' ajratib berdilar. Ikkinchi marta joriy yilning iyun oyida o'tkazgan yig'ilishlarda shunday topshiriq berdilar. Hududlarda bajarilayotgan ish uchun, saqlov uchun yoki bo'lmasa 208 ta tuman shahar bo'ladigan bo'lsa, respublikamizda shu hududlarda nima texnikang bor va saqlash uchun 10% lik ishlab topilgan qilingan saqlovga 10% lik mablag'ni joylarga yetkazib berish yetib boryaptimi, yo'qmi? Aytaylik, biz yurtboshimizni aynan aniq berilgan topshiriqlar bo'yicha gapiradigan bo'lsam, 208 ta tuman shaharimizni, hatto anklav tuman sanaladigan Farg'ona viloyatining So'x tumani, So'x tumaniga ham biz minimum darajamiz nima bo'lishi kerak deb sanaymiz. O'zini ekskavatori bo'lishi kerak. Mana bu avariya xizmat ko'rsatish mashinasi yoki bo'lmasa mana ekskavatorlari, bulardan olyapmiz. Minimum bitta tumanda 5 ta texnikasi bo'lishi kerak degan oldimizga biz topshiriq olganmiz. Shiorimiz shu. Yurtboshimizning topshiriqlarini Farg'ona viloyatining So'x tumanigacha yetkazib bordik. Yoki bo'lmasa Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumanida, yoki bo'lmasa Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida eng uzoq hududlargacha texnika bilan ta'minlash bo'yicha maksimum programma qilganmiz. Bu yil marra baland olingan. Davlatimiz rahbarining topshirig'i bilan ilk bor 715 ming aholi xonadoniga ob-u hayot kirib boradi. Tahlillarimizni aniq misollarda davom ettiramiz. Birinchi lokatsiya Surxondaryo viloyati. Ushbu hududda davlat rahbarining topshirig'i bilan mega loyiha To'palang suv ombori suvidan aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasi start olgan edi. Birinchi bosqichi yakunlanib, Sariosiyo, Denov, Sho'rchi va Qumqo'rg'on tumanlari aholisiga ob-u hayot kirib bordi. Vohaliklarning asriy orzusi amalga oshdi.
Alisher Navoiy bobomizni Farhod va Shirin dostonida toshlarni yorib suv chiqargan Farhodni afsonaviy qahramon darajasiga ko'targan. Albatta, bunday qahramonliklarni bugun O'zbekistonimizda ko'ryapmiz. Mana bugun hurmatli prezidentimiz shuncha millionlab, trillionlab so'mlarni xarajat qilib xalqimizning farovonligini, obodonchiligini, turmush darajasini yaxshilash uchun mana shu suvda olib kelyapti. Suv keltirgan hamisha aziz degan maqollar bor. Hurmatli prezidentimizga butun xalqimiz nomidan katta rahmatlar aytamiz. Prezidentimiz tashabbusi bilan Surxondaryo viloyati To'polon suv omboridan shunday bir tizim qurildi-ki, bu tizim Surxondaryo xalqini 90% o'sha shahar qishloqlariga o'z oqimi bilan elektr energiyasi sarflamasdan yetkazib berish loyihasi tuzildi. Bu juda bir unikalniy proyekt. Tog'li zonadan To'polon suv omboridan olingan zilol suv Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini talablari bor. O'sha talablarga to'g'ri keladigan bir manbadan katta inshoot qurilyapti. Mana hozirgi paytda inshooti birinchi bosqichda ishga tushirilgan. Sari Osiyodagi boshlangan hayotbaxsh tashabbus Termiz shahrigacha yetib bordi. Aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash. Bu yangi O'zbekiston islohotlarining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylangan bugun. Ushbu ezgu tashabbus tufayli bugun odamlarning asriy orzulari ushalyapti. Birgina Guliston shahri misolida oladigan bo'lsak, hududni ichimlik suv bilan 24/7 rejimda ta'minlash uchun 35 milliard so'm pul mablag' ajratildi va Guliston shahri, Guliston tumani va Bayovut tumanlari bugun 24 soat ichimlik suv bilan ta'minlangan. Yana bir yorqin misol, Xovos tumanidagi o'nlab mahallalarga 32 ming aholi istiqomat qiluvchi hududga 35 yilda ilk bor ichimlik suvi kirib bordi. To'g'ri, prezidentimizni asl maqsadlari xalqni rozi qilish. Xalqni roziligi uchun nima kerak? Suv kerak, gaz kerak, svet kerak. Mana shu borasida olib borilayotgan ishlarni oxirgi 8-9 yildagisini tahlil qiladigan bo'lsak, juda beqiyos ishlar qilindi. Bizning viloyatimizda ham. Men endi shu viloyatda ko'p yildan beri kommunal sohada ham ishlaganman. O'sha paytlar suv berilgan paytda ham ma'lum bir soatlarda berilardi. Bugun bu borada olib borayotgan ishlarda Sirdaryoning xalqi hammasi xursand. Bundan bir 15 yil, 20 yil oldin 17 ta nasos bo'lar edi. O'shandan 7 tasi ishlar edi. Suv Guliston shahriga yetib-yetmay tugab qolar edi. Bugun Guliston shahri ham, atrofidagi shaharlar, tumanlar ham mana shu bu yildan 24 soatlik suv ta'minotiga o'tyapti. Ayniqsa Oqoltin, Sardoba, Xovos tumanlari bularda olib borayotgan ishlar. Ularda suv, hattoki zovurdan suv olib ichilgan vaqtlarni ham ko'rganmiz. O'sha bundan 10 yil oldingi suv ta'minotini aytadigan bo'lsak, 33% xalqimiz ichimlik suv bilan ta'minlangan edi. Bugun bu foiz 90% ga chiqyapti. Xalqimizning xursandchiligini baholab bo'lmaydi. Prezidentimizni olib borayotgan ishlaridan biz minnatdormiz. Xalqimiz qanday xursandligini hamma biladi. Xovos tumanida mustaqillikning 25 yilligi sohibkor Sharqobod va Bayovut tumanidagi iftixor, Farhod, ijodkor, Uchturg'on, ma'naviyat, madaniyat, Navruz mahallalaridagi aholining yarim asrlik orzusi amalga oshdi. Ular ilk bor markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Xususan, tuman markazidan 30 kilometr uzoqlikda joylashgan Qayirma mahallasi ham. Biz ayniqsa uzoq yillar mana shu ichimlik suvini juda ham kutgan edik. Hatto mana mehmonlarimiz kelsa, o'sha suvlarimizni iste'molga yaroqsizligidan, masalan, uyalardikda uzoqlardan suv tashib kelardik. Hozir mana jo'mragimizdan suv chiqayotgani biz uchun, ayollar uchun eng xursand bo'ladigan, o'sha sharoitimiz uchun, sog'lig'imiz uchun juda ham kerakli bo'lgan narsa. Biz juda ham minnatdormiz bundan. Necha yil endi mahallada suv bo'lmagan? Endi bu mana shu mahallaga men 90-yillarda kelin bo'lib kelgan bo'lsam, undan oldin ham bo'lmagan. Bu yerdan chiqayotgan buloq suvlarini izlab topib borib, kerakli joylarda shuni biz foydalanardik. Uzoq joylardan yelkalariga obkashlar ko'tarib yoki qo'llarda har xil sharoitda olib kelib foydalanardik. O'sha ichimlik suvlari qayerda bo'lsa izlab borib topardik. Hozir mana hovlimizdan suv chiqib turibdi. Bu juda ham ko'p yil kutilgan narsalar. Shaharlarga borsak, o'sha jo'mrakda chiqayotgan suvlarni ko'rib, qachon bizda ham shu narsalar bo'lar ekan degan
hammani ko'nglidan o'tgan bo'lishi kerak. Albatta bu suvni kelish oson bo'lmadi. Yerlar kavlanib, o'sha trubalar yotkazilish ishlari ham buni ko'zimiz bilan ko'rib turdik-da. Juda ham xursandmiz. Yangi O'zbekistondagi ortga qaytmas islohotlar sabab So'x tumani aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida 3 bosqichli yirik loyiha amalga oshirilmoqda. 2021-yilda start olgan mazkur loyihaning birinchi va ikkinchi bosqichlarida aholining ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 18,4% dan 56% ga yetkazildi. 2024-yilda Xongiz suv inshootining foydalanishga topshirilishi natijasida hududdagi Xongiz, Oqoltin, O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'inlarida yashovchi qariyb 20 mingdan ziyod aholining toza ichimlik suvga bo'lgan ehtiyojini qondirdi. E'tiborli jihati, mazkur inshootda bir kunda 480 kub metr suv qayta ishlanib, filtrlangan holda aholiga yetkazib berilmoqda. Yoshligimizdan buyon biz mana shu ariqda suvni ichardik. Mana endi vaqtlar o'tishi munosabati bilan bir qancha vaqtlar qiynalib mana qo'shni Oltiariq tumanidan chegaradan toza ichimlik suv tashib olib kelib ichardik. Mandan boshqa ham shu Xongiz xalqi o'shadan suv tashib kelib ichardi. Mana endi prezidentimizni mehribonchiligiga rahmat, suvni bizga olib kelib berdi. Mana endi suv kelganiga xalqning xursand bo'lganini ko'raman. Eng xursand bo'ladigan narsa shu. Xalqqa suv ulashish bu nihoyatda saxob ish. Oldin qarab turardik, suv tugayaptimi? Tugasa borib suv olib kelardik. Mana endi suv shunday qo'limiz ostida, shunday ochamiz, ichamiz, har tomonlama qulaylik yaratildi. Bu tomonning odamlarni juda xursand qiladi. Ayniqsa qishlog'imiz keksilari, ayollari xursand bo'lishgandan mingdan ming prezidentimizga rahmatlar aytishyapti. Biz orzu qilgan narsa o ancha yillardan buyon bu xayolda yo'q narsalar o'zgarish bo'lib ketdi. Bizning mahallaga suv kelib asfalt bo'lganiga hayron qoladigan bo'lib qoldi. Bu tushga o'xshab qoldi. Oldin endi o'tmishda ko'chadagi ariq suvdan, hovuzlardan tashib, quduq qo'lab, quduqda harakat yaroq suv ham o'sha suvlarni ichardik, iloji yo'q endi. Mana hozir avvalo prezidentimizga rahmat. Toza filtrlangan suv kelyapti. Endi suv bergan, suv chiqargan azizlikda shularning haq hurmati yurtimizga tinchlik bo'lsin. To'xtamasdan shukronamdan yashaydigan zamon bo'ldi, xolos. Davlat rahbarining tashabbusi bilan Bo'zatov tumani qayta tashkil etilib, unutilgan hududda qayta hayot boshlandi. Har bir tarmoq, soha kabi ichimlik suvi ham kirib bordi. Bo'zatov bugun ichimlik suv sohasida katta o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Yaqin yillargacha bu yerdagi aholi suvni quduqlardan yoki bosma kranlardan tashib ichayotgan bo'lsa, endilikda tuman markazidan tortib hatto chekka qishloqlargacha markazlashtirilgan ichimlik suvi yetkazilyapti. Hozirda tumanda 2860 ta xonadon, ya'ni 82% tozalangan suv bilan ta'minlangan bo'lsa, qolgan 18% ham bosqichma-bosqich toza suv manbalariga ulanish jarayonida. Shu yerda men o'zim 72 yildan beri to'lib o'sdim, jasayman. Kechagi rayon ochilganga keyin bizning xalqimizning suv shu tirishligi usunday edi. Ya'ni aytganda bola-chaqalar suvda usunday shelek bilan, tashkillar bilan suvdan tasib uylarni aparatordi. Uylar ham yaqin emas, aralari bir 500 metrga deyim, 1 kilometrga deyim baratgan yerlar bo'ldi. Juda ham qiyin ahvolda edi. Hozir meni rayon ochilgandan keyin prezidentimizning bizning rayonimizga, bizning xalqimizga e'tibori juda kuchli bo'ldi. Birinchi jumusda suv odamlarning ichimlik suvidan boshladi. Ichimlik suv endi bu har bir tirikchilikka havo qanday kerak bo'lsa, ichimlik suv ham shunday hojat. Biz yasab atgan avulimizda, avulning o'rayida 2 yerdan ekos qazildi, ya'ni aytganda 100% har bir uyga ichimlik suvi tortildi. Bu endi meni bizning ayol qizlarimizning minnet yengildi. Ya'ni aytganda ichimlik suvi bir sonday toza suv, hech qanday ishinde bir ostatki yo'q. Ota, choyingizning ta'mi boshqacha. Bugun ichayotgan choyimning ta'mi xuddi Bo'zatov tumanidek tiniq va totli tuyulyapti. Albatta buning sababi tumanga 70 yil deganda yangilik bo'lib kirib kelayotgan tozalangan ichimlik suvi. Albatta xalqning kun ko'rishi uchun, insonning kun ko'rishi uchun ne kerak? Bari zatlarni prezidentimiz sharatib berdi. Odam kun ko'rishi uchun yaxshi ichimlik suvi kerak. Bu masalalarda yechildi. Burun bizlar jabtın suvlardan foydalanıyorduk. Yamasa bir eski quduqlardan foydalanıyorduk. Albatta bunun başqalası ko'p. O quduqdan suva kelib uchun ham bo'lgan ko'p vaqt ketadi. Aralar ham uzoq, yelu
alpız so'm tasib qiynalayotgan edi. 7-8 avul bo'lsa, shu 7-8 avulning barini toza ichimlik suvi qazildi, ham ichimlik suvlari uyga tortildi. Hozirgi meni bizning ishlayotgan shayimiz meni shu toza ichimlik suvining shayi juda dam mazali, toza. Hozirgi shu magazinlarda, do'konlarda sotib turgan suvdan toza desam bo'ladi. Shu o'ylagan yo'q edik, bu darajada bunday bo'ladi deb. Tush ko'rganda shu tushimizga kirmaydi edi. Bugun juda albatta quvonchliimiz. Aholining dardiga malham bu islohotlar tizimli davom etmoqda. Kelgusi 5 yilda ichimlik suv ta'minotini 90% ga, oqova suv ta'minotini esa 32.6% ga yetkazish reja qilingan. Bugungi kunda mana muhtaram yurtboshimizda olib borayotgan siyosatlari natijasida mana investorlarga berilayotgan yaratilgan shart-sharoitlar natijasida xorijiy hamkorlar va xorijiy davlat vakillari, xorijiy tashkilot vakillari suv ta'minoti va oqova suv xizmatlari sohasiga qiziqish juda katta. Juda ham ko'p tashkilot bugungi kunda bizga murojaat qilib ishlash istagini bildirmoqda. Buning hammasi albatta yurtboshimizda olib borayotgan siyosatlar natijasi. Bugungi kunda xalqaro moliyaviy tashkilotlar va xalqaro donor tashkilotlarning soni 12 tadan ortiq. Va bu albatta ichimlik suv ta'minotini jozibadorligini oshirishga erishishga juda ham katta ahamiyatga ega. 21 ta loyiha amalga oshirilyapti. Bu loyihalarning umumiy qiymati 2,5 milliard dollardan ziyod. Keyingi 5 yillikda qo'shimcha yana istiqbolli 21 ta loyihamiz bor. Ularning ham qiymati 3,5 milliard dollardan ziyod. Undan tashqari yana xususiy sheriklik asosida ham loyihalarimiz bor. Hozir mana ko'p xorijiy tajribani o'rgandik. Katta juda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ishonch bo'lmagan joyga investor kirmaydi. Muhtaram prezidentimizda shu olib borayotgan ishlariga chet ellarga chiqib investorlar bilan, tadbirkorlar bilan uchrashuvlarida u kishining so'zlariga ishonganligi uchun investorlar kirib kelyapti. Muhtaram prezidentimizning olib borayotgan ishlariga nafaqat o'zimiz, chet elliklar ham ishonyapti. Ayniqsa bu sohaga ham suv ta'minoti, suv oqova ta'minoti sohalariga ham chet ellik xalqaro banklar xizmat qilyapti. Davlatimiz rahbarining xalqni rozi qilish siyosati hududlarda aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash darajasini oshirishga xizmat qilmoqda. Sohaga katta mablag' ajratilishi esa odamlarning uzoq yillik orzularini ro'yobga chiqarishdek ulug'vor maqsadga qaratilgan. Bunda inson qadrini ulug'lash, aholining hayot sifatini yanada yaxshilashdek ezgu niyat mujassam.